Bismillahirrohmanirrohim. Ertalabdan Andijon moshina bozoriga chiqib olganmiz. Videolarni boshidan bitta like, bitta podpискdan chiqmasin. Bu qismga arzon lastik olishda davom etamiz. Avtomatida minaman desanglar, puli yengilroqda minaman desanglar, ko'ringlarchi, yili necha edi buni? 11 bu. 2011 kiraskalari. Kiraskasi bor. Bir 15% bor. Orqa oldi butun 15% kiraskalari bor. Motor, hadovo, korobka ishi yo'q. Hadovo, korobka ishi yo'q, oladigan minaslar. Mashinamizda temir gaz ballonlarigacha bor. Ko'rsanglar bo'laveradi. Yumshoq ballonlari bor, 5-8 diskalari bor. Bu mashinamiz polirovkalar qilinib chiqqan. Orqalarida mana salonlardagilarim chexol poligi bor, akvaprint qilingan mashina, 3-paysa avtomat. Yurgan qancha edi? 400 ming yurgan. Bu shumkamidi? Ha, sumkasi bor. Yo'q, eshikda shumkasi yo'qmi? Orqasida chexol poligi bor. Menimcha shu shumkasi bor edi, nariga shumkasi yo'q. Mana orqa tomon ko'rinishlari. Temir gaz balloni bor. Zapaska ballon bor-a bunda? Bunda bor, bo'lishi kerak. Zapaska ballonlargacha bor mashinamizda. Mana orqa tomon ko'rinishlari, bitta lampochkalar esdan chiqmasin. Mana mashinaning yon tomon ko'rinishlari. Buni necha puli boriga beramiz? Necha pul narxi o'zi? 6000 oz kelishadigan joylari bor. Variant beriladimi? Variant yo'q, o'zaro nasl savdosi bor. Telefon olsa, batafsil ma'lumot olsanglar bo'laveradi akalar. Iloji boricha bu narxda. Yeralning chiqadi. Nomer aytib qo'ysangiz 93lik 478 0550 raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Olasa mexanikasidan minaman desanglar akalarim. Ikkinchi paytsa yurgani qancha edi? Aka buning yili necha edi? 2011 kiraskasi. Kiloda bor, ekokanizda kiraskasi bor. 1.8 motor, bunda ham motor hadovo ish yo'q. Buniki propan. Motor noldan qilingan, pakelina propanlari bor. Konditsioner bormidi buni? Konditsioner bor, ayni qilib yon qo'yish bor. Priyon qo'yib olasizlar konditsioneriga. Yumshoq ballonlari bor. Salonlarga kirsanglar, polik solingan. Yurgani qancha edi? 160 ming yurgan mashina. Bu 5 shumka. Mashinamizda gazlargacha buni tabletka propani bormidi? Mashinamiz uzun propandan bor. Pakelina, zapaska balloni yo'q. Bunga har dollar ham ko'ryapti. Mana mashina bu tomon ko'rinishlari. Buni narxi necha bu? 6000 dan Tanlab olish xolasi avtomat, xolasi mexanikasi 6000 dan o'tib beradi. Generalni chiqadimi? Generalni chiqadi, libo dokument bir marta chiqadi. Libo dokument bir martalik chiqadi. Nomeringizni aytib qo'ysangiz 93lik 478 0550 raqamlariga murojaat qilib qo'yasizlar. Olasizlar mexanikasi, olasizlar avtomati. Like bosib esdan chiqmasin. 2010-yil Pony Asujit bo'lgan mashina, ko'ringlar. Tomdan pastda Asujit bo'lgan. Suvlari butunmi? Alishgan, ulangan detallari yo'qmi? Alishgan, ulangan detallari yo'q, suvlari butun deyapti. Endi akalarni pul topish ham oson bo'lmayapti. Bir qator tekshirtirib olasizlar mashinani. Temir gaz balloni bor. 1.8 motorda. Motor hadovo, korobka ishi yo'qmi? Motor hadovo, korobka ishi yo'q. Mashina mana yon tomon ko'rinishlari. Yumshoq ballon, zavodskiy diskasi bor. Mashinaga epka sidinalar qo'yilgan, ko'rishni akalarim. Ikkinchi paysa yevro-ya bu. 2 yevro chexol poligi bor. Yurgani qancha? Yurgani 383 ming. 383 ming yurgan. Orqalarida mana chexol poligi bor. Mashina shumka bo'lgan, pony. Temir gaz balloni bor. Zapaska ballon bormidi bunda? Zapaska balloni bor. Mashinamiz benzin, gaz akalarim. Ko'ryapsizlar bu tomonlarni ham. Aka buni narxini oldingmi? Oldi. Buni narxi necha pul endi?
58 kam bo'ldi. 5800 kami bor. Generalniy chiqadimi? Hamma dokument bo'ladi. Hamma dokument bo'ladi. Variant gaplashiladimi? Yo'q, to'liq naq. Faqat naqdga. Nomeringizni aytib qo'ysangiz? 50lik. 50lik 071 071 86 61. 86 61 raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Mashinamiz kimga qiziq bo'lsa akalarim. Akalarim. Oppoq Lacetti minaman sizlar mana ko'ringlar. Yana bitta Lacetti topib qo'ydim. Videolarni boshdan like patchani esdan chiqarmay boradigan joylari. Kelinchi buni. 2010 kiraskalari 20-25% kiraskalari bor. Xilma-xillardan bor ekan Lacettilarni ko'rsatish davom etaman. 1.8 motor hadovo ishi yo'qmi? Hadovoda ishi bor. Kiraskasini qanaqa dedingiz? 20-25% kiraskasi bor. Mana holatlardan ko'rsanglar bo'laveradi. Yon tomon ko'rinishi. Mashina salonida chexol polik bor. Ikkinchi paytsa monitorlargacha bor, video registratori bor. Yurgani qancha dedingiz? 347 ming yurgan Lacetti mashinamiz. Orqalarida ham chexol poligi bor. Mana orqa tomon ko'rinishlari. Temir gaz baloni, zapaska balon bormidi? Zapaska balonlargacha bor. Mashinaning holatlarini ko'ryapsizlar. Tomlarni ham ko'rsanglar bo'laveradi. Buni narxi nechi pul endi? 5200 kami bor. Generalniy chiqadimi? Generalniy chiqadi. Naqd savdosi bormi? Faqat naqd. Naqd pul borga yo'lda qilib berar ekan. Bozor qilishmadimi aka? Hali bozor qilishmabdi. Nomeringizni aytib qo'ysangiz? 95lik 091 1918 raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Mashinamiz kimga qiziq bo'lsa. Yana bitta akalarim Lacetti topib qo'ydim. Ko'ringlarchi, yili nechi buni? 2009 kiraskalarichi. 30% kiraskalari bor. Mashina motor hadovo garov ishi yo'qmi? Hamma yo'q zo'r. Kapotini o'tasi qilib shunga qilib qo'yishibdi. Ko'rsanglar bo'laveradi. 1.8 akalarim. Motor hadovo ishi yo'qmi? Motor hadovo ishi yo'q, yumshoq balonlari bor. 3-paysami bu? 2mi? Ha, 3-paysa avtomat. Ayollar ham minsa bo'laveradi. Chexol poligi bor. Yurgani qancha? 347 ming yurgan, luklarga bor. Shunga to'rt eshiga old kapot. Tarb etgan taylari oldi tomonda shunga bo'lgan ekan. Mana orqa tomon ko'rinishlari ultraso. Bu originalmi, original emasmi? Original. Bu pakalina propani bormidi? 4-chi pakalina tabletka propani bor. Propan benzina mashina. Orqa tomon, yon tomon ko'rinishlari bittadan akpatchisidan chiqmasin akalarim. Akalarim iloji borsa erta chiqyapman. Ertaroq olsam, ertaroq qo'yaman deb. Hali jam mashina bozoriga odam ham to'lgan yo'q. Buni narxi nechi pul? 5200 ga berib beradigan joyi. Generalniy chiqadimi? Chiqadi. Kami bormi yo bo'lishimi? Bo'lishi. Bo'lishi 5200 ga berilar ekan. Mashina tayyor. Mashina tayyor nahado ekan. Nomeringizni aytib qo'ysangiz? 77lik 77lik 408 408 75-55 raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Mashinamiz kimga qiziq bo'lsa. Akalarim Lacetti'da xilma-xilidan bor. Ko'ringlar akalarim, hammasi ideal holatda mashina bozorga tayyor qilib qo'ygan, minishgan tayyor qilib qo'ygan. Qorasidan boshlasak, yili nechi edi? 2011 kiraskalari. Kiraskasi top-toza 193 ming yurgan. 193 ming yurgan kiraskasi top-toza. Petnosi ham yo'qmi? Petnosi ham yo'q. Petnosi ham yo'q. 1.8 gazlargacha bor. Motor hadovo ishi yo'q. Mashinalarni ko'rsanglar bo'laveradi. Mana yon tomon ko'rinishlari. Balon holatlari, diskalar qo'yilgan. Saloniga kirsanglar, chexol poligi bor. Ashkalarda ham mehr berilgan. Yurgani qancha edi buni? 193 ming yurgan, ikkinchi paytsa. Uzra hojidog'a. Ko'ringlar akalarim. Temir gaz baloni bormidi? Temir gaz baloni bor, zapaska baloni bor. Zapaska kurus damkiratlari ham. Damkirat, kurus dislarmi hammasidan bor.
Moshinani ko'ryapsizlar. Polirovkalargacha qilingan. Buni narxini necha pulga beramiz? 7,5 mingdan o'tib beramiz. 7,5 mingdan kelishadigan joylari bor. Variant beriladimi bularga? Yo'q, bank qilish olsa bo'ladi. Bank qilish olsa bo'laveradi. Bunisini yili nechi? 2013 16 avtomat. 2013 16 avtomat akalarim. Nomerlarni oxirida aytib o'taman. Motor, hadov, korobka bunda ham ish yo'qmi? Faqat o'zi uchun dokument qiladi. Bitta o'zi uchun dokument qilar ekan xolos. Moshani hamma yo'g'i yaxshi ekan. Endi olmoqchi bo'lgan odamlar bir qator tekshirtirasizlar akalarim. Yumshoq baloni bor, zavodskiy diskalari bor moshinani. Bu 3-paysa avtomat ayollar ham minsa bo'laveradi. Chexol, poli bunda bor. Yurgani qancha edi buni? 287 ming bo'ldi yurganiga. Orqalarida mana chexol, poligi bor. Gazi bor buni ham. Gazlari bor, bittadan akpatsiya bosinglar akalarim. Gazi bor, zapaska balonchi. Hamma yo'qlari bor. Buni narxi necha pul endi? 7300 dan ozgina o'tib. 7300 ozmoz kelishadigan joylari bor. Avtomatidan akalarim, 1.6 variantida. Bularga bank chiqadi, telefon qilsanglar bemalol kelishib bank chiqarib beraveradi. Variant yo'q, barter bor. Bunisining yili necha? 2013 2013 kraskalari, kraskasi ikkita petnosi bor. ikkita joyda petnosi bor. Motor, hadov, korobka ish yo'qmi? Motor, hadov, ideal holatda. 4-pakelikdan gazlargacha bor. Moshinani ko'rsanglar bo'laveradi. Mana yon tomon ko'rinishi. Yumshoq baloni bor. Bu ham tayyoridanmi? Bu ham tayyoridan chexol poligi bor. Yurgani qancha edi? 176 ming. 176 ming yurgan. Orqalarida mana chexol polilari bor. 4-pakelikdan temir gaz balonlari bor moshinamizda. Zapaska balon, damkrat, ko'rishingizni hamma yo'qdan bor. Bunisining narxi necha pul endi aka? Bu ham sizganlarga kelgan 7300 dan o'tib beradigan joylari bor. 76 ming yurgan. 176 ming yurgan mashina akalarim. Nomeringizni aytib qo'ysangiz? 90lik 140 0490 raqamlarga murojaat qilsanglar akalarim, mana olisinglar, bu olisinglar, bu olisinglar, uchovsidan bittasini minib kelsanglar bo'laveradi. Uchovsiga ham bank chiqadi, uchovsiga ham generalniy chiqadi. Bemalol akam nomeriga murojaat qilaverasizlar. Mashinamiz kimga qiziq bo'lsa. 2010 yil akalarim, old kapotda 2 xaraj petnosi bor. Mashinani ko'ringlarchi. Yoqqan bo'lsa bittadan akpatsiya bosaverasizlar. Mashinamizda yumshoq balonlari bor. Mana salonlarni ham bir qator ko'rsatib o'taman. Chexol, poli idishlarim bor. Mashinamiz mexanika, 2-paysa. Yurgani qancha? 269 ming yurgan. Ko'rsanglar bo'laveradi mana. Oldida yumshoq balonlari bor. Aka buni motor, hadov, korobkasi ish yo'q. Hozir ochsanglar, motor, hadov ish yo'q. Ko'rsanglar bo'laveradi. 1.8 dan temir gaz balonlargacha bor mashinamizda. Mana bu tomon ko'rinishlari. Mashinamizning holatlarini ko'ryapsizlar. Temir gaz balonlargacha bor. Zapaska balon bormidi? Zapaska balonlargacha bor. Narxi necha pul? Narxini 5,5 mingdan tushgan. 5,5 mingdan tushib beradigan joylari bor. Generalniy chiqadimi? Generalniy chiqadi. Nomiga o'tkazib olish sharti bilan. Nomeringizni aytib qo'yasiz? 93lik 252 0108 0108 raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Mashinamizga kim qiziqqan bo'lsa. Akalarim, Gentra raqamli Lacetti binolarnikilar ko'ringlarchi. Yili nechi buni? 2012 kraskalarichi. Gracias bir qop temir, lekin hech kim ulanmaganda. Bir qop temirga berib yuborasiz, hech qayta ulanmagan. Orqa oldi butunmi? Orqa oldilari butun. Orqa oldilari butun. O kapotini ochib berasiz ekili. Ocharim. Motor, hadavo ishi yo'q. Motor hadovoylari go'zal. Motor, hadavolari go'zal. Mashina 1.8 ekan-a? Ha. 1.8. Yon tomon ko'rinishi. Yumshoq balon bor. Demak, buni puli yengil ekan-da. Ha, puli yengil. Chexol poligi bor. Yurgani qancha edi? Yurganiga qaraganim yo'q, mashina basiro ketib qoldi. Video registratori bor. 2-paysa bu. Ha. 2-paysa mashina barterga kelgan, kelib qo'ygan uchun hali yurganlarga ham qarab. Orqa tomon ko'rinishlari.
Optras to'plari bor, originalmi, original emasmi bilmayman. Ta'mir gaz baloni bormi? Gazi bor-a buni aka? Gazi bor. Ay gaz 90 tali, 90 tali gazlari bor, 4-paketli akalarim. Benzinni ham yuraveradi. Benzin, gaz. Benzin, gaz, ochastka edi. Narxi nechi pul? Bularga 5,5 ming kami bor. Narx akalarim 5,5 ming kami bor. 48 o'tdi, foydasidan sotaman. 4850 ga mashina akamga o'tibdi. Ashunga qo'shganga mashinani berib yuboradi. Nomerni aytib qo'ysiz. 94lik 94lik 063 063 67 67 88. 88 raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Mashinamiz Telegram, WhatsApp, hammasi sizlarga bor. Bu mashinalar sikodan tashqari holatda kelishgan holatda bartinglar ham bor. sotib ham olaverasiz. Bularga ana bu pas Aka o'zingiz bersa. Bu akalarim kelishib qolsanglar mashinalarni ham olib beradi. Tikodan tashqari bo'y mashinalar.